是呀。Uxlatish mevasi. Ulug' boğa, senden ötürey. Men näwräňden bir qoy tutuşygy ýölek bolgyn. Qoyny tutammasam... Bir tapak bolsun bolady. Oy Xotan, men qaytyp geldim. Oy Xotan, ýene nim boldy saňa? Bugün keşke nemi yeymez ha? Her günü mal koyunu tutu yegizmen deysen, koyunun bir tal julunumu köğünüm yok hazırgıca. Aslında tutayla dep qalgandym Xotan. Tutayla dep qalgandym şundaqmı? Her günü bu şundaq deysen, iyi de bugün daha nemi yeymez ha? Nemi yeymez? Elbette qoy göşi yeýmizde. Nädiki koy göşünü yeymez? Çokum tapyman. Qoy göşi işden awal biz azrak meýwe salat ýap duraýly. Qandaq edip Xotan qaramalyňa. Oy Allah! Nemi yeydigan börü bolam diken, derhal bana koy tutup eken, tutamaydigan bolsaň men seni. Hazırla amallyk kılman Xotan. Senin bundaq yaramas nemiligini boldurak bilgen bolsam, baştıla ah börüge tekken bolarken men. Usan qaraganda hili kelişken idi. Xotan, men çokum muşu ormandaki en ulug' börüge aylanamam. Xotan, amal tapdım. Ulug' bowumuzdan kitabyny hatırlanışça bu ormanda bir xil meýwe barmış. Onu yegenden keyin uyquga ketip menge oýganmasmış. Agar onu tapalysam pek obdan bolatdy. Uxlap qapdy-da. Ajabma oqşaýdyk-a? Acaba rivoyatlerdagi uxultish mevasi şumudy? Bu jola udul kep qolmas. Rostla uxultish mevasi ekan. Oquvchilar, börüniň 28 dal tişi bolady. Ularning o'ttiridagi 4 tişi naýat ötkür keladi. Ular qo'ziq tishlab atılady. Ular osh tishlari orqali bizni tishlaydi. Ormandaki kök börüniň bizga hujum qilishidan saqlanish uchun biz havo cheklimasiga uchirmaydigan sun'iy aqliy iqtidorli ko'z sistemasini kashf qildik. Yaxshi bu, Tolskiy. Ching-ching daryosi har qancha uzun bo'lsa-mu, kök böre bizning nazoratimizdan qochib qutlanmaydi. Hava çeklemesiga uçurmaydigan köz tuş sistemisi degeni nemisi? Barbir köz bilan qaraydı ekanmiz go. Qısır tapmagina kent başligini hammamizning bexatarligini o'ylayaptimiz. O'ylabdim işte, daryo bo'yida shamol mushundaq kuchib tursa, oqshom ayt suzgan bo'lib qolmamdimiz. Öçü. Astroq gapqil, kent başligi keldi. Bu ko'z sistemasi qandaqroq-ki, ha? Ha, qaltiskan. Kökbör har qanday qismi bizning alqinimizdan qochib qutlanmagadek. Kent boshlig'i qarang, ko'pchilik nimandaq astaydilar. Albatta, ularning hammasi yaxshi bolalar tursa. Hey, qo'zo'rin, sana nim bo'ldi? Kent başligi, men atrofni ko'zlayapman bu. Sen mushundaq kuzatamsan, uxlab etib ko'kbörni qanday ko'ralaysan? Ko'ralayman. Kent başligi, siz ijod qilgan telekamerani ishlatsam da bo'ladi. To'g'ri, ajab ism mukammalda. Bo'ldi. Ko'pchilik post turmi saqlami bo'ladi. Bek yaxshi bo'ldi. Kent boshlig'i qarang, ko'kböre. Bu meyve esqatami, ha? Albatta asqatıda Xotan. Chiqraq ekan. Kun petishdan burun biz qo'y kantiga billa berib qo'y tanlaylik.
bu ko'kböri nima qilyotadigan-da? Kent boshlig'i, siz bilmagan yerda biz qandoq bilamiz? O chuqur askish qilyotdi. Ha, topdim. Ha? Avu meyvada ehtiyot qil. Bu meva odamni uxlatadi, qanday qilamiz? Qo'ziqishqo'y, endi qanday qilamiz degina? Qanday qilamiz? Amal topdim. Bu zada nima ish to, ha? Men bilmadim. Xotin bo'ldi. Urmoqda. Mening amalim bor. Bu qarg'a keladimi, ha? Albatta qarg'a keladi. Men osmondan hujum qilaman. Ko'plik qilib. Xotin, mening xushxabarimni kut. Bir kelinglar, biz o'ynaylik. Nima siz o'ylab? Nima ko'p semiz o'ylab? Men degan qahramon, men bo'ri jamiyatining qahramoni. Apcha! Bu yerda uzoq tursam bo'lmaydi. Men darhol uchib boray. Apcha! Nimadan qo'rqaman? Tuman bo'lmasa o'xshash. Alg'a! Voyjon! Futini bir nimaga urib oldi bo'g'ay? Undaq emas-ku. Xushmo'ya. Nima ko'rmiz? O'yinimizni o'ynaylik. Voyjon! Kim o uyqumni buzgan? G'alati ishqo. Shundoq egizdan tushmay hech nima bo'lmadimi? O'zimni o'ngshib olay. Qo'zchaq men keldim. Qarab tur, tatliq meva sharbati. Usullikqa qondirdi. Bir stakani 1 yuan. Tez kelinglar. Senden o'tinib qolay. Bir stakan ala, shuncha uzun top o'ynab bu ussimidingmi, ala? Ustudim, dilim qurib ketdi. Bir stakan meva sharbati ichsang bo'lmadimi? Biroq mening pulim yetmaydi ekan. Bo'ldi, kelishib qolamiz. Men ba'zini tushirib beray. 20% tushirib beray. 40%, 80% tushirsa mayli, qanday? Bo'lamdi. Bunda qilaylik. Necha puling bo'lsa shuni sotay. Mening bir pulim yo'q. Hozirgi qo'yda haqiqatan navrat. Pul topmog'im oson emas. Sana bekor qilib berib yetay. Bir pulni olmayman. Ishqim o'z kichik va chopsam bu yerga kelar. Rostila bekor beramsiz? Ras, bekor qilib berman. Sen mening tunji xaridorim. Men sana cho'ng stakanda beray. Qanday bo'lamdi? Bo'lsa, ishmayman. Nim bo'ldi? Bekor qilmasam ishmamsan? Meva sharbatingizga qarasam-la, obdan emasdek qiladi. Qara bu kepingni. Meva sharbatim nihoyat tatliq. Qara qip-qizil shundoq chiroyli. Biroq bizning odatda ichadiganlarimiz yop-yeshil o't-cho'p sharbati. Azaldan bunday qizil narsa ichib boqmagan. Yeşil bo'lsa ichibdim. Bu oson gap. Ko'rdingmi? Yeşil rangi o'zgardi mana. Bo'ldi, ya qizil emas, ya yeshil emas. Odamning ishqisi kelmaydi ekan. Bundaq ko'ringani bilan tabiiy haqiqatan yaxshi. Menimcha uni o'zingmi ishmigideksan, odamchi. Mau bo'dakni, menga qara. Mana.
Yo'q, tursin, nima baxtamkina. Voy, tabajam obdakina ishkansir ishkis keladi ekan. Au. Sen qo'z o'rindimmi bakrak uyquga amroq ekansan ku. Sen nima qilay deysan? Sening ushquningni ko'ray deyman. Bo'ldi, ko'mayli qo'y. Men boyila ishga ketib ushqan. Rasma? Yaxshi-ku. Amsa o'z ko'zim bilan ko'rib boqay. Ya. Sen de çok kötü Qo'y qani. Xotin, men rosa tutayda qolgan. U qo'ylarning hammasi hiliqini ishirgandeklik qilgan. Voycan! Mushundaq deysan. Qo'ynim shunimi aka paxmading. Uxlatadigan meva shartini deb ketganlaringni texi. Bundaq bo'larni baldirib bergan bo'lsam, yachab qachonni keltirdi. Uxlatish mevasidan cho'qim foydasi bo'ladi. Qarab tur, ha. Qandaq foydasi bo'ladi? Foydasi shuki, mana o'ylig'icha jimib ketdi.